ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İslam ahlakıda en mühim işlerden birisi, en mühim boğan ahlak ve mühim boğan mesuliyetlerinin birisi hakkını itiraf kılış ve hakkını kabul kılış. İnsaniyet cemiyetinde nurgun insanlığa hakkını düşünüdü, hakkını yaxşı görüdüğanlıqını ifade bildirdi. Lekin emriyette özü yaxşı görgen, özü doğru dep qaragan ve ifade bildirgen hakkını kabul kılıp itiraf kılgılı unumaydı. Şunun için Müslüman şahsdaki en nemollik güzel ahlak, en nemollik ahlak sapası özü düşengen, itiraf kılgan, kabul kılgan hakkını, hak nerede bolsa özününki meydanı şerdi bir işi hak üçün hizmet kılışı ve hak bilen özününki emeli hayatını bizişi lazım. Bizge iniq boğan, emeli boğan reallıkta biz kögen işlerinin qatarıdın. Mesela bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en haktı ölgülük bizninki nemulluk Allah bizge vetken Allah'ın elçisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni bir kişi nahaktın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge aynı vaxtdaki Mekke müşrikleri kapırlarga okşaş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge bühtan kılıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni aynı vaxtda meydun diyen. Ana aşındak aklı sağlam, özü bicirim, ahlakı güzel. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de ve inneke la ala hulukin azim. Sen katlı boğan, büyük boğan edep üstüge, yani Allah sana büyük güzel edepni, güzel ahlakını ügütüp şu ahlak bilen seni terbiyelep çıkan, sen şu ahlakını özünün hayatını köksettin dep Allah subhanahu ve taala maqtagan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni aynı vaxtdaki Mekke müşrikleri özünün aklı cahil, özü sapasız, özü ahlaksız boğaçqa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni Mecnun dedi. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun, Perverdigarının sana kılgan peygamberlik iltifatı bilen sen mecnun emezsen dep Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din her kandak akılsızlıkını, her kandak aklıga, fikirge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ilmiga her kandak bir zararninki yetmegenlikini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sağlam, akıl, huşşar, Allah'ın elçilik ölen hem soğat kılıngan Ravrus Allah'ın bir elçikellikini Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de alahide zekarlagan. Demek mana şunda akıl, huşşar kişini sağlam emas digerlikning özü her kandak bir insanın, akıl insanın fikride sağlam emas dep bühtan kılışning özü hakkı tanğanlık, nachar ahlakta boğanlık,
xuddi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ayni vaqtdagi Makka mushrikleri nachar axloqda bo'lganlik tufayli. Shuning uchun har qandaq bir musulmon qarindoshimiz bizga e'tirof qilingan haq yetidi ekan, biz u haqni qabul qilg'ili unamasak, o vaqtda biz nachar axloqqa, nachar xuyga, nadan, bilimsiz psixikaga yuzlangan bo'lamiz. Shuning uchun islomdagi go'zal axloqninki eng muhimlaridan birisi söygen, itiraf qilgan, haq oshkora bo'lgan haqni darhol qabul qilib, o haqqa agishish, haqning yanida bo'lish, zulmga, zulm egilariga zulm va nahaq, batil fikr iqimlarni maydonga keltiradigan har qanday bir zolimga qarshi maydonda turish yoki har qanday bir nahaq va batil fikrlarni supurib tashlashga, haqni yo'ritishga tirishchanlik qilish, mana bu güzel axloqninki eng muhimdirdan birisi. Masalan, bir inson yeni bir insonga yoki bir mu'min yeni bir mu'minga menga o'tni bergan, vaqtli ishitib olay, menga ma'lum hissatni bilib tursizlar, oxiratda Alloh sizlarga ajr berar. Asli uyda hissatlarni qo'ygandikin, bu hissat uyda turg'icha soat topsin, menga o'tni qilib ma'lum hissatlarni, masalan, o'tni bersizlar deb $5,000 masalan. Agar ko'proq hissat bilan muomala qilishganlar bo'lsa, $50,000 masalan. O'tiri $500 $1,000gacha pulni birsiga o'tni beribdi. O'tni og'ichi o'tni oladigan pulni atlam tanib etdi. Qarmoqqa pul o'tni og'ichi Allah oldidagi ijtimoiy mas'uliyatlarini va Allah oldidagi namoz ibodatlarini yaxshi o'qiydi ekan. Masalan, salom bersa, yaxshi salom beradi ekan. Ko'rinishda, shaklda kishilarga muomala qilganda go'zal muomala qiladi ekan. Masjidda namoz o'qishga kiradi ekan. Lekin kishilarning haqqini olsa, hatto naq pulni berib turib, o'tni at turib, buningga tinib oladi ekan, bermaydi ekan. Bunda bu qolsa, buni har qanday bir odam nima deydi? Shundoq amaliyotga uchragan har qanday bu kishininki ziyonkashlikka uchrab, pulini yivaganligini, mush kishininki shundoq kishilardan pul o'tni olsa, bermaydi. Hatto bermaslikning o'rniga tinib oldigan, ana shundoq zolim ekanligini bilgan har qanday bir shaxs bu odamni nachar axloqli ekan deydi. Bu pul o'tni olg'ichi haqqa tanib olganlik uchun buni nachar axloqli kishi deymiz. Fazilatsiz, go'zal axloq unutilgan, go'zal axloqi bo'lmagan kishi ekan bu deymiz. Shuningdek, uningdan bak, masalan, ilm egalari, to'g'rila boshlaydigan dini va siyosiy rahbarlar, musulmon xalqninki, millatninki dunyo va oxiratlik baxtini, dunyo va oxiratlik hidoyatini, dunyo va oxiratlik ozodligi, erkinligini nazar tutib, o'zininki hayotini, aqlini, ilmini, barliq vaqtini Allah rizoligi uchun xalqlarga taqdim qilgan va kishilarni islom tarbiyasi bilan har bir odamni eng go'zal bo'lgan tarbiya, go'zal bo'lgan islom madaniyati, go'zal bo'lgan ong sapo bilan tarbiyalab chiqqan, ularni sog'lom islom din fikri bilan tarbiyalab chiqqan, ularga ham sog'lom islom din ta'limotini va ilm o'rgatgan ana shundoq yo'lboshchilarimiz
siyosilerimiz, ustaz ulamalarımızın hakkını tonugul olmaydigan, bularga ular qilgan yaxshi bo'lgan xizmatning o'rniga yamonlik qiladigan bo'libmi islom din va islom dinninki kang tarqalishi va shundaqla dini xodimlar, ustoz ulamolarimizningki jamiyatdagi obraziga ziyon soladigan darajada shundaq nachar tuhmat yoki nachar gap so'zlar bilan bo'ladigan mushundaq nachar axloqlar agar bizni bu qarshi desa, u vaqtda bizga berilgan haq egasining haqqini to'rmagan bo'lamiz. Xizmat qilganlarning hammasi, xizmat qilgan peshvolar, ustozlar, siyosiylar, ilmdorlarning hammasi Allah rizoligi uchun qilgan. Lekin jamiyatdagi haqning maydonga kelishiga, haqning yo'rishiga nima to'solg'i bo'lgan desa, haqni qabul qilgan insonlar shu haqni tarqatgan odamlarga yomon muomala qilish, ularga axloqsiz pozitsiya tutish orqali jamiyatda haq va haq egilik qarta tuzkurlik qilish, haqninki jamiyatda tarqalmaslığı va qo'llanmasligiga sabab bo'lgan. Shuning uchun mana shundoq musulmon qarindoshlarimiz biz to'nigan, bizga haqni yetkazgan ustozlarning bizni boshlagan haqni e'tirof qilishimiz va haq egalarini hurmat qilishimiz kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Haqni biladigan odamlar bilan haqni bilmaydiganlar, kishilarga haq ilmini yetkazib bildirgan odamlar bilan bilmaydigan odamlar darajada barobar bo'lmaydi degan. Shuning uchun har qanday bir haq yo'lida mang'ishlar haqni bizga yetkazguchi haq egalarininki bizniki mas'uliyatini, bizniki haqqini bilishimiz kerak. Shuni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida bizga ati'ulloha va ati'ur rasula va ulul amri minkum. Alloh taologa itoat qilinglar. Alloh taoloning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam itoat qilinglar. Sizlarning ichinglardan chiqqan ish egalari bo'lgan, ya'ni ish egalari deganimiz ilm ahli, ustozlar, siyosiy rahbarlar, musulmonlarga yetakchilik qilayotgan, musulmonlarni to'g'ri boshlayotgan har qanday to'g'ri fikri, to'g'ri ilm, to'g'ri bo'lgan Qur'on siyosati va ilmini uyatgan va bildirgan barliq yetakchilar va ustozlar mushlarninki Qur'onga uyg'un bo'lgan hidoyatiga bo'ysuninglar dedi. Shuning uchun biz o'zimizninki mana shu yuqori bizga yetakchilik qilayotgan bizning ustimizdagi ustozlar, rahbarlar, siyosiylar qarta biz ularning bizning ustimizdagi haqqini to'nimaslik bilan qilgan har qanday yomon, nachar qiliqimiz bo'lsa, darhol o'zgartirishimiz kerak. Biz go'zal axloq bilan sifatlanishimiz kerak. Chunki go'zal axloq bilan sifatlanishninki eng muhimlardan birisi haqni bilish va bizning ustimizdagi haqni e'tirof qilish. Hamdaqla bizning ustimizdagi haqlarning biz to'nishiga tegish eng muhimlardan birisi ota-ona haqqi. Shuni Alloh subhanahu va taolo astag'firullah Qur'oni Karimda amira alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Alloh subhanahu va taolo yalg'iz Alloh subhanahu va taologa hech narsani shirk keltirmay ibodat qilishinglarga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Hüküm qildi sening Parvardigoring yalg'iz Alloh qila ibodat qilishga va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarga dedi.
Demek birinci qilib bizning mas'uliyatimiz Alloh taolaning haqqini tunish, yalg'iz Alloh taolaga hech narsani shirk keltirmay ibodat qilish. Ikkinchisi insonlar ishidan ota-onamizning haqqini tunish. Haqni bilgan ekanmiz, ota-onamizning haqqiga yaxshilik qaytarishimiz. Masalan, ota-onasi uni eng kichik vaqtlardan tatib, dunyoga kelishdan burun qo'saq ko'tarishdan tatib, onasi qo'saq ko'targan bo'lsa, dadasi uning turmushiga ega bo'lishdan tatib, tug'ilgandan keyin ular uni har turli uning yo'g'inish jarayonida ketadigan barliq jafolari har bir atrofidagi yaqinlarning u bolaga qiziqmaydigan vaqtida shu ota-onasi shu bolalarni qiziqib muhabbat bilan baqqandan iborat bo'lgan har bir u bolaning yo'g'inab o'zininki sog'lom bir odam hayotiga kelib bo'luvchi bo'lgan barliq hayotida ota-onaning qilgan haqqini shu bolalar joyida tunish kerak. Bunu o'zining haqni qabul qilishi, haq o'zi to'lagan haqni e'tirof qilishi, go'zal axloq sapasidan bo'ladi. Agar ota-onaning haqqini joyi to'lolmaydigan har qanday bir avlod bu axloqsiz, nachar qilmishni o'ziga yuqtirib olgan bo'ladi. Dunyo jamiyati har qanday ilg'or davlat qonunlarida ota-onaga yaxshilik qilish, ota-onaga mas'ul bo'lish qonunini o'ttirib qo'ymagan ashundaq paytda 1400 yil burun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Allohga ibodat qilish, Allohga ishonish, qulchilik qilishning arqisiga ota-onaga yaxshilik qilishni buyurib, islom dinida aqidaning ishidan, islom dinida ibodatning ishidan, islom dinida vojibatning ishidan qilgan ota-onaga yaxshilik qilishni. Shuning uchun biz mana shunday go'zal axloqni bizga o'rgatgan islom dinining go'zal axloq safosiga amal qila oldikmi? Agar biz shunda islom obrazini yaratgan bo'lsak, ota-onalarimizga haqiqiy islom obrazi bilan muomala qilgan bo'lsak, Sharq Turkiston zaminidagi nurg'un ota-onalarimiz haqni tiximi to'nagan bo'ladi. Nurg'unlagan jamiyat haq bilan yo'rg'an islom dinininki sog'lom, go'zal axloqidan ular mamnun bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun biz ustimizdagi haqni qabul qilishimiz va haqqa amal qilishimiz haqiqiy bizni go'zal axloqli musulmon bo'lishimizga aylantirdi. Güzel axloqning yo'qilishiga, haqqa, tanğanlıqdan ibarat nachar axloqqa har bir insonni iyiq qo'ydigan, har bir insonni nachar axloqliq va nadon, bilimsiz, sapasiz qilib qo'ydigan omillarning eng birinchisi bizga keç gündüz şefkat, rahmet ve mihribanlık kılıp bizni yaratıp, bizge rızık verip, bizge hayatlık verip hem bizni peygamber evetip hidayet başlayan Allah subhanahu ve taola'nın barlığını inkar kılış, Allah subhanahu ve taola'nın keç gündüz bizi kılıvatkan yaxşılıkını inkar kılış. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yaxşılık kılalaydigan, yamanlıkka ceza beralaydigan, kıyamet günüsü hesap alalaydigan, kıyamet gününün igisi hem şundakla her kandak bu narsaga hayatlıkını verip hem onu yoqtup öldüralaydigan ve her kandak bir üstün kişiler aldıda yüz avluluk kişini bir anda pesivit alaydigan, her kandak pes tüven kişilerini bir anda yukarı kötüralaydigan fa'alun lima yurid irade qilgan ishni darhol qilalaydigan ana shundoq katta ulug' Allah subhanahu va taologa tinish
Allah Taalaga tuzkurluk qilish mana bu sat. Nachar axloqning eng yomoni. Mana bu nachar axloqning eng oldini qilganlar, eng birinchisi qilganlar o'tgan zamonda Fir'aun Musa alayhisolatu vasallamga Musa alayhisalom ilib kelgan mo'jizaga inkor qilib Allah Taalaning yolg'iz iloh ekanligiga tangan Fir'aun. Hozirgi zamonda Xitoy kommunistlari va ularga qo'l chiqmoqchi bo'lgan barliq kofirlar, barliq xoin munofiqlar hammasi rozimanlik bilan Xitoy kommunistlarining keyindan o'zininki barliqini taqdim qilib shu nachar zulm pastlarga hamkorlashgan barliq zolimlarning hammasi mana bu eng yer sharidagi nachar axloqli kishilar. Va shundaqla Allohni to'g'ri unutmagan, Allohning haqqini to'g'ri unutmagan barliq ashaddi kofir, mushrik, butparast Hristiyan yahudlarning hammasi nachar axloqlilar. Chunki Allah bergan yerda yashaydi. Allah bergan havoni shumridi. Allah bergan rizqni yeydi. Hech bir qaysi masalan yemlardan süt chiqarmaydi. Allah yaratib qo'ygan kalaga yem berdi, an yemdan kala süt chiqarib bersa, sütni ichalaydi. Hech bir qaysi o'z oldiga tuxum chiqarmaydi. Allah bergan yer sharidan chiqqan uzuqni to'g'ri berdi. To'g'ridan an tuxum Allohning iltifotidan tug'diriladi. Hech qanday bir davlat to'g'ri yeydigan yemdan tuxum chiqarmaydi. Tuxum chiqarmaydi. Demak, mana shularning hammasi yer sharidagi insonlarningki qanchalik aqli oshgan siri shunchalik Allohga yaqinchilik qilmasdan, balki Allohga tuzkurlik qilish bilan nachar axloqqa yuzinayotganlikni uqtirdi. Shuning uchun har qanday bir inson, har qanday bir musulmon eng o tunishqi tegishlik o'z ustidagi o'zgalarning haqlaridan eng muhim haqdan birisi, eng ol turdig'ini Allohning haqqini tunish, Allohning haqkanligini tunish va turgan shu o'zi so'ygan haqqa qabul qilib amal qilish haqiqiy uni go'zal axloqqa aylantirdi. Uni eng nachar, axloqsiz, past insonlar qatoridan eng hurmatlanadigan, eng suyimlik, eng yaxshi, mo'tabar mu'minlar qatoriga chiqardi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah, inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarning eng Allohning nazdida hurmat va eng sharafga erishadiganlar eng bak Allohga ishonib, Allohga Allah buyurgan haqlarni amal qilishda Allohning haqqini eng to'g'rilanglar deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shaqtigan. Yana Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda deyki, astagfirullah, falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hada sihrun mubin wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwan fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin. Sura Naml 14-oyat. Ularga bizning mo'jiza, hujjatlik oyatlarimiz kelgan vaqtda haqni ko'rsatib turadigan oyatlarimiz kelgan vaqtda ular deyki, bu ochiq oshkor sehr deb haqqa, haqning haqiqatligini bilib turib haqqa bo'hton qildi, haqiqatandi. Va ular haqiqatandi. O haqqa ularning nafslari, ularning aqllari jazm qilib ishongandan keyin tangdi, zulm qilganlikdan, yo'g'onchilik, mudagabbirchilik qilganlikdan. Qarg'in ey Muhammad, bundaq buzg'unchiliklarning, bundaq buzg'unchilik qilganlarning oqibati qandoq bo'lganlik qarg'in. Ya'ni ular o'ziga cho'ng tortishdan iborat bo'lgan zulmni qilib, Allohning chaqiriqini qabul qilmay, haqqa qarshilik qilishni iborat bo'lgan nachar axloqni qilishda o'zining haddini bilmadi bular. Alloh taolaning ana shundaq
özünün haddini bilmey yoğançılık kılganlarga, ana şunçılık buzgunçılık kılganlarga kandak muamelede bulup ularını Allah azaplaganlığını sen kögen dep Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ve bizge şunun gibi buyurdu ki mana bu her kandak bir insandaki en güzel ahlak Allah'ın hakkını tanıganlık, en naçar ahlak Allah'ın hakkıga, Allah evetken hukuklarga, Allah evetken mesuliyetlerge, Allah çakırgan çakırlığa tanış. Mana bu hakkını kabul kılgılı unutmasık en çoğun Allah'ın bu dünyada mı ahirette mi azabı uçlaydıgan naçar ahlak ikenligini Allah mana bu ayet arkalık bize bayan kıldı. Yine Allah Subhanahu wa Ta'ala her kandak bir insanı, her kandak bir Müslümanı naçar ahlaktan ibaret hakni tonugulu unumaydıgan, hakni kabul kılgılı unumaydıgan mana muşundak rezil kılmıştın çekleş bilen birge yana körünüşte bir hapılık, musibet, kıyınçılık, cepa kelgen çağda hakni kabul kılıp hakni itiraf kılganlık sözünü ıgızdımı aşkarı kılıdıgan ve hak tarafta körünüşte turuduğan lekin hak ve hakkının taleplerini şu hapılık, şu cepadın ötep boğan hamallam, körükten ötep bulaplam, hapılıktan ötep bulaplam, hakkını ve hakkının ki hukuklarını itiraf kılıp olmaydıgan, mana şundak en büründerilik, gaddar, aldamçı, lıkni ibaret boğan yaman ahlakının ki her kaddak bir insan ve Müslümanda bu masıqa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah'ı ağırlandırıp mındak dedi. Estağfirullah. Ve idâ gashiyahum mawjun kezzulali da'avullaha muhlisîne lehu'd-dîne felemma nejjâhum ilal barri feminhum muqtasidun ve mâ yechhadu bi âyâtina illâ kullu hattârin kafur. Sure Luqman 32. ayet. Kaçan ularını denizde dolkun kaplasa, dolkun yögüvasa, tezvel, sahaylar okşaş, sahaya insanın üstüdün insanı yapkandek, dolkun üstüdün şu bilimin vatkan paraklarının hemmisini dolkun yapıp suğa garık kılgılı kopsa, ular Allah Subhanahu wa Ta'alaga itikadını halis kılıp her kandak şirkten paklap yalğız Allah özürlen beyken ey Allah özürü hakken biz özürge pişayman kıldık rastlın özürü tunuduk bizni muşu her etraftan sular dolkunu kaplagan muşu garık kılınıştın ey Allah bizni kutkasla dep Allah'a halis dua kıldı. Allah ularını kutkazgan vaxtıda kurgulukka Allah ularını kutkazgan vaxtıda ularının işidin haktı turguçu, hakni itiraf kılgıçı var. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ve bizning ayetlerimizga tanmaydır. Lekin her kandak hattar deganimiz aldamchi tashqari ko'rinishda haqni qabul qilib qo'ydigan, Allohga e'tiqodini xolis qilganligini xapliqda bildirib qo'ydigan, Allohga itoat qilishga va'da qiladigan, iymonga rasul bo'lishga, ching turishni Allohga va'da qiladigan ham musulmonlar oldida oshkora qilib qo'ydigan, Allah qutqazgan vaqtida, Allah cepadın, müşakkattin, xabarlıqdan qutqazgan vaqtida Allah'ın ayetleriga tanıdığanlıqını jekallaydigan mana mushundaq nachar, aldamchi, xasis bo'lgan mana bundaq kishini gaddar deymiz. Xattar deymiz. Shuning uchun mana mushundaq aldamchi kofirlar Allah Subhanahu va taolaning oyatlariga tanıdı deb Allah Subhanahu va taola mana mush oyatda bizga har qandaq bir mu'minningki xapliq kelgan chaqda, qiyinchilik kelgan chaqda Allah'ın hakkını tanıgılına ait qattiq tirishadigan bu insondagi tabiiy xarakter. Tanıgandan keyin shunda
kelib qapılıqdan o'tib ketgan vaqtida Allohning haqqini to'g'ri unmaydigan mana shundaq nachar qilmishdan bizni saqlanishni Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda alohida bizga bildirdi qardoshlarimiz. Biz bulupmu Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlarimizning tarixiga qaraydigan bo'lsak, biz ko'pincha holatda qiyinchilik bizga kelgan vaqtida Allohni bak tunishga yuzinadigan, ko'zlarimizdan yosh chiqarib qalbimizdan Allohga sodiq bo'ladigan, shunda qiyinchiliklar o'tib ketgan vaqtida ko'pincha holatda bizningki bo'lapmi Xitoy kommunistlarining dushmanligini tunishimiz, musulmon xalqimizni kelgusi azodlikqa erishtirish, ularni to'g'ri bo'lgan islom fikri bilan o'zimizga xos bo'lgan, Qur'onga uyg'un bo'lgan milliy islom tushunchasi bilan ularni to'g'ri bo'lgan kelgusi islom davlat qurish, azodlikqa erishishni iborat bo'lgan cho'ng islom g'albisiga erishtirishni iborat bo'lgan ularning siyosiy jihatda azodlikqa erishib bo'lguncha haq uchun va Alloh ularga bergan haq huquqlari bo'lgan Sharq Turkiston zaminidagi barliq diniy muqaddasatlar, masjidlar, maktablar, maarif organlari, ixtisotlar, jamiyatlar, bizningki xalqimiz, bizningki shu zaminimiz, davlatimizni iborat Alloh bizga bergan shu huquqimizni qo'g'dash va bizningki yuz obro'y, go'zal axloq, islom, go'zal madaniyatimizni, islom go'zal bo'lgan bizningki Alloh bizga bergan huquqimizni qo'g'dashga mustahkam turg'ul unmay, nafsaniyat, shahvaniyat, har turli ayshi ishrat o'zaro to'plashib, guruhlashib, har xil maydonlarda har xil ixtisotni buzib tashlaydigan, umrni isrof qiladigan, bizningki kelgusi dinimiz yoki millatimiz ya o'zimizning hayotiga foyda bo'lmaydigan aysh ishratga hayotimizni ko'p sarf qilayotganligimiz uchun biz mana shu bugun kungacha nihoyatda ko'p qiyinchiliklarni, ko'p qabihliklarni tatib kelayotimiz qardoshlarimiz. Shuning uchun biz dunyodami, oxiratdami Allohning yordamiga erisha olamiz deydiganmiz. Endi biz hushimizni tutib, Alloh Qur'oni Karimda innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bir qavm o'zidagi nachar tushuncha, nachar axloq, nachar qilmish, nachar psikini o'zini o'zgartmoqchilik Alloh ularning ahvolini o'zgartib qo'ymaydi degan mush oyatninki. Ammituncha biz endi har qanday bir so'rin, yig'ilish, har qanday bir munosabat va har qanday bir faoliyatlarimizning hammasida biz ilm, tushuncha, safa, to'g'ri fikri, yaxshilikqa hamkorlashish din iborat bo'lgan yaxshi ishlarningki maydonga kelishini, har qanday shuhratparastlik, har qanday bir ayshi ishrat, har qanday bir nadonlarcha umrni o'tkazadigan bizningki shu qiyinchilik kelgan chaqda pushaymon qilib, qiyinchilik kelgan chaqda o'zimizni to'layolmay qolgan ilgirki yomon nachar axloqlarimizni o'zgartib, har qanday bir vaqtning fursatini bilib, haq uchun ching turadigan, haq huquqlarni qabul qiladigan, haqni e'tirof qilib amal qiladigan ixlosmand mu'min qullardan bo'lishga tirishalik qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizga dunyodami, oxiratdami o'ziga bo'ladi, o'zining Alloh taolaning dunyo va oxirat rahmatiga, fazl ihsoniga ega bo'la olamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo go'zal axloqli, haq va haqningki maydonida turadigan xolis mu'minlardan bo'lganimiz qilsin. Haqni so'ygili va so'ygan haqni e'tirof qilib amal qilgili nisib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.